Nima bo'ldi Ilhom tog'a? Zo'rmi? Qutlug' bo'lsin. Yaxshi ularga xizmat qilsin. Endi rishat bo'lmasin. Sobirov Ilhom tog'amiz turli sabablarga ko'ra travalar rishat bo'lgandi. 5 kun tayyorlov kursimizni sotib olib, bir urinishda mana yaqinroq olib keling. Bir urinishda ham amaliy, ham nazariy. Faqat testni o'zi bas. Ham amaliy, ham nazariyda bir urinishda olib keldim. Qanaqa fikringiz avtostart haqida, imkon haqida? Zo'r, yaxshi. Amaliysi ham, nazariy ham zo'r tayyorlaydi ekan. Boringlar, tavsiya qilaman shu yerda. Harakat qilib, ter chiqarib, yurakda bo'lsa oladi. Yurakda bo'lsa oladi. Ha, nimaga borsin? Bir avvasti rishat bo'lgan, o'rtog'ingizga tashlab qo'ying videoni, yuragida o'tib bo'lsa olar ekan. Mana, qutlug' bo'lsin. Kunduzi vaqti bo'lmaydigan do'stlarimizga kechki kurslarimiz tashkil etilgan. Ilhom tog'amiz ham kechki kursimizda tayyorlandi. 5 kun ichida ham amaliy, ham nazariyga tayyor bo'lib, bir urinishda sertifikatlarni olib chiqdi. 18:00 dan 21:00 gacha davom etadi. Kurslar soni cheklangan. Hoziroq qo'ng'iroq qilib, o'z joyingizni band qiling.